Real Madridga qarab ketyapman. Xudo xolasa. Mana masjiddan yo'lni boshladim. Mashinam, короче, o bir nimani orqasida bor-ku. 3 kilometr mana shu tomonda. 3 kilometr o'sha tomondan keldim piyoda. Bilet olish yomon qiyin ekan. Mana yerda kasr yo'q. Onu bankomatchadan o'zimiz olar ekanmiz biletni borib. Hamma o'zi olyapti. Xudo xolasa sovuq yomon bo'lyapti bor-ku bugun 30-noyabr. Biletni olmay qo'llar muzlab zo'r qoldim. Birortasi inglizchani tushunmaydi. Inglizcha gapirsam, "Yo'q, biz bilmaymiz" deydi. Mana bunaqa tiketi bor ekan. Tiketda biletni oldik. Одноразовый ekan bu tiket. Одноразовый bir tomonlama. O poyezddan kelyapti, narigi tomondan kelyapti. Poyezd. Biz ham bu tarafga ketamiz, xudo xolasa. Shamol ham qattiq bo'lyapti-da, sovuqda orqasidan shamol. Exit salida narsa. Biz endi bu tarafga o'za Chamartin deya borar ekanmiz. Astanovkamizning nomi mana Getafe Industrial. Getafe. Xudo xolasa hozir poyezd kelgan boramiz. Kelyapti deyapti shekilli-da. O'shdan ko'rinar ekan bor-ku. Ko'rinar ekan poyezd. Qaranglar. Yomon yo'li tekis ekan-a? Tekis yo'l. What do you say? I'm sorry. Ader botinkalarni kiyib olganmiz. Ader botinkalarda Madridda chimni bosamiz hozir. Xudo xolasa. Atmosfera, osmon qaranglar. Zo'r, tinni bor-ku. Kayf bo'lyapti lekin havo. Ola xullas mana yerda bitta akamizni ko'rib qoldim, musulmon aka Ali. Ali, mashallah. From where from? From Somalia. Somaliadan ekan. He told me everything Muslim. Somalia. Mashallah bro. Xudo xolasa brat bilan together go to Madrid inshallah. You come here to visit. You work here in Madrid? No, I'm travel everything Europe, truck driver. Truck driver, yeah. That's good. Thank you, bro. Shunaqa gaplar tog'alar, do'stlashib sekin ketyapti. Marshrutka chiqib oldim, xudo xolasa. Bilmadim, u tiketni xullas biror joyga tekkizish kerakmidi. Men tapatib chiqib oldim. Hozir xullas kontrolga kelib qolsa bormi? Kontrol kelsa. Qarchi bir jarima qilsa kerak. Shuning uchun bir gap bo'lar, tog'alar. Lekin ko'zni yumib, qarchi ular tilini tushunmayman. Bitta ikkitasidan aytdim, qarchi tiketda biror nima qilsa bo'ladi, xatga tekkizish kerakmi desam, tushunmayapti xullas, ingliz tilini bilishmayapti. Menga farqi yo'q deb tavakkal qilib chiqib oldim. Manzarani tomosha qilib ketyapman, qarchi. Oynalari kir ekan. Manzarachi lekin cho'tki. İçinde en qiziq hojatxonasi bor ekan, buni bor-ku. Bu poyezdning ichida hojatxonasi bor ekan. Kreslolari yangi mana. Asli jinnixona ekan. Qo'ldan kelgancha. Короче, metrodan men bu tomonga ketdim adashib, yana adashib orqaga qaytdim. Hozir mana poyezdda mashaqaga keldim, короче. 4 marta yoqaga borib keldim bor-ku. Ishoninglar, bu Madridga kelishim qiyin bo'lib qoldi. Endi majbur masjiddan tushaman shekilli. Exit boshqa tomonda bo'lsa kerak. To'g'risi, yomon odamni chalg'itar ekan. Navigatorda men o'sha Santiago Bernabeuni naqasiga yoniga kelaman deb tursam, bu tunnel-ku. Tunnelni ichidaligida ligim uchun ko'rsatmadi-da. Atrofga yaqinlashganimni ko'rsatmadi, men o'tib ketibman ular.
bilmadim 5 kilometrmi o'tib ketib, yana hozir qaytdim endi. Qaytdim hozir nima bo'ladi endi? Maypa tushdim endi. Qaytga kelyapman, nima bo'lyapti? Exit mana shu tomondami? Yo'qmi bilmayman. Videoga olish ham taqiqlangan bo'lsa kerak. Bu yerda axrana bor ekan. Axranaga borib aytdim, nima qilayman hozir, men chiqishim kerak, tashqariga chiqishim kerak desam, ko'tarilishing kerak dedi. Sen nima tushding pastga? Sen ko'tarilishing kerak dedi. Hozir endi ko'tarilyapmiz. O'zi ko'tarilishimizni ko'rsatmaydi. Ko'tarilyapmiz. Короче, qo'ldan kelgancha. Bu narsalarni o'zi obzor qilishim, prosmotr zo'r bo'lsin degan maqsadda emas, o'zim uchun chista. Agar ko'rsalaring, yana yaxshi like bosib, kommentar bosib tashlanglar. Bunday katta videolar ko'paytiraman. Agar prosmotr bo'lmasa ham, короче, неважный demoqchiman. Unchalik muhim emas prosmotrlar. Ha, o'zim uchun qolib ketadi. Bu paytlar masalan adashib yurib, nosti chekib olib, Madridga kelib adashib yurdim deb o'ylab yuraman. Xullas, mana shu tomonlarga ko'tarildim. Endi chiqish yo'lini, короче, qidirishim kerak. Qayerdan chiqaman, nima qilaman? Stadionga, короче, bir 50 qadam qoldi. Odam tiqilyotibdi bor-ku, qaranglar. Shaharda sentri, wow. Shahar Toshkentdan ozgina farq qilar ekan, atak bir xil. Odamlar vaje dahshat ko'p ekan marta. Yaponiyada ko'rdim oxirgi marta. Videoda. Lalasito bo'ladi hozir. Odamlarni qaranglar. Voy. Narsalar qilib xullas yetib boramiz-da. Короче, telefonni gorizontalni ushashdi. Yo'lni qildim, yo'lni topdim. Bitta anaqa pastavkacha oldim, pastavkada bosyapman. Xudo xolasa. Shunda endi to'g'ri yuraman shekilli. To'g'riga yuraman, yo'lni nariyoqqa o'tib olishim kerak. Bu mashina yo'qala yog'imni taydan. Tog'ing kelyapti. His qil. Madrid his qil, короче. Tog'ing keldi. Tog'ingni his qil. Atmosferani qaranglar. Ertalab to'g'risi mashinada o'tirdim. Kelish niyat yo'q edi. Havo bulutli, ertalab yomg'ir yog'di. Bormasam kerak, ataylab 85 yilda bir Madridga keldim. Bora olmasam kerak deb turdim. Xudoga shukr, bir quyosh chiqib yordi. Yo'lda ketishimni qaranglar, gapirib. Lalasito. Malasito, короче, to'xtash, tog'ang keldi, billat. Tog'ingga yo'l ber, urib o'ltirib qo'yadi hozir, billat. Tog'ingga yo'l ber. Xullas, quyosh chiqdi, короче, pakayf bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Madridda, короче, ko'radigan bo'ldik. Inshaalloh telefonni ham bitta yangilab qo'yish kerak. 5x ga qo'ysam qaranglar, o'zi kачествоsi o'zgaryapti. Bitta 17 chani olsak hammasi. Короче, bunaqa deyapti-yu. 17 Pro Max'da 48 megapikselga oladi hammasi deb aytishyapti. Xudo xolasa. Quyoshni bekitib turibman bunday qilib soyaga. Xudo xolasa bitta 17 chani olsak yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Madrid ko'chalarini qaranglar. Jinni ketdi o'yotibdi. O yerda yetim yesirlar endi dars qilib o'tiribdimi, nima qilyapti, xudo bilan. Mana shu yoqqa qarab ketishim kerak edi, adashmasam bor-ku. Voy. Madrid to, blin. Atmosfera lekin bomba, qaranglar. Atmosfera bomba, короче. Biz Madridning ichini sayohat qilishga mana bilet sotar ekan, bilet olamiz hozir. Agar qimmat bo'lmasa, o'zi tog'alaring mazasi yo'q. Puldancha kayfiyati yo'q. Agar senasi to'g'ri kelsa, bitta biletni olib ichkariga bosamiz tog'alar. Mana stadionni o'zi yarmi ko'rinib turibdi, qaranglar. Stadionni qaranglar. Nima deyapti stadion? Hozir kiramiz. Bir narsalar qilib o'tib oldik. Madrid stadioni ichkarisida tog'alar. Emblemani qaranglar, Real Madrid to, короче. Real Madrid to bo'yotdi, qaranglar, emblema nastoящий, короче. Titanum bo'yotdi, qaranglar, nappa koja bo'yotdi. Bitta chempionlar bir narsasi, kubogi, короче, odamlar barda bo'yotdi. Bu tomonda
Vinicius buyoqqa ketdi, короче. O'ldirtirib, tiriltirib yuboradigan maketni qaranglar. Stadionni, короче, o'sha ichkaridan turib ko'rinishi stadionni. Ustidan turib ko'rinishi. Men bularda dronda olib kelib olganman, qaranglar, atela dronda olib kelib olganman. Dronda ani qilsam bo'ladimi desam, dronda mumkin emas deyishdi, xullas. Koridorni boshidan men ko'rib kelyapman, kuboklar tugamayapti va hatto o'sha Real Madridda bitta yutmagani, jahon chempionatini yutmagan ekan. Uni yutmagan ekan. Tifalni tagini yutmagan ekan. Bizda masalan faxrli yorliq beradi-yu. Faxrli yorliqni yutmagan ekan, keyin jahon chempionatiga chiqmagan ekan. Mana bu yerda, короче, o'sha oltin to'p, bir narsalar marosim bo'layotibdi, bor-ku. O'sha Laporta bag'i Benzemani turishini qaranglar, yoraman deyapti. Hammasi u yerda aylanib tekkan to'plari ham bor, qaranglar. Aylanib tekkan to'plari ham bor. Orada bitta ikkita o'zbeklar ham chiqib qolyapti, lekin akalar chiqib qolyapti. Achitda ham bor, o'zbeklar bor, o'zimizda o'zbeklar bor. Remont bo'layotgan joyda tog'ani rasmga tushgani qaranglar. Xullas, kubok shu koridorda boshidan boshlanar ekan, oxirigacha kubok. Qanaqadir Tifalni orqasi ham bor, aytyapman, garjok ham bor, vanna ham bor. Faxrli yorliqlari ham bor ekan, 4-5 tadan. Alasito yozibdi. Eslashdi, tozasidan. Hozir ichkariga kirsam nima bo'ladi men bilmayman, o'sha qo'rqib o'tiribman, bora. Biz bu tomonlardan, короче, o'tib kelganda stadionni hozir ichi ko'rinadi, to'g'ri, stadionni ichi. Anta hojatxonalari bor ekan, lekin stadionni ichini ko'rsatamiz. Qanaqadan kiradi? Asalama ko'rsat. Mana asalama ko'rsatganmiz. Stadion bundan ham tepasiga chiqarganmiz, bor-ku. Bundan ham tepasiga chiqargan. Opa. Pastlarda qaranglar, yomon ko'rinyapti, lekin. Tavor narsalar. Stadion, qani meni stadionim? Stadionim qani? Can we go? Stadionni ko'raylik axir. Mana bu stadion mi? Mana bir stadionni ko'rsat, tog'angga. Stadionni ko'rsat, tog'angga. Voy. Batta ham, короче. Medal bir narsalar bor ekan. Qaranglar. Bizga stadion kerak, stadion. Galereya. Xullas bilmadim, qayerda ko'rmadim. Voy, turishni qaranglar. Ajoyib manzara. Video bir narsalar ko'rsatyapti. Stadionga qanday chiqadi men bilmayman. Kallachani urib olmagan. Opa ham o'zini rasmga olayotibdi. O'zini rasmga olyapti. O'zini o'ziga ishlatyapti, xullas. Qayerdan stadionga chiqadi, jalas. Bila so'kinaman hozir. Stadionga qayerdan chiqadi, bilaman, ko'rsat menga hozir bilaman. Muzlab qopti, ana bratish bor-ku. Stadion. It got stadion. It's here. Okay. Turishingga o'rasan. Aylanib o'tyapti, bilan. Yana aylanib o'tamiz. Xullas, mana shu joydan kirib ketar ekanmiz, mana shu tomonga shunday kirib ketganda batta bir qanaqadir ilonlar bo'lish kerak edi-da, oldin ilonlari bo'lgan. Hozir endi ko'rinmayapti. Ilon vachchasi yo'q-da. Qiziq bo'ldi mana. Muhammadjonovmi? Muhammadjonovga bitta mana bor-ku. TikTok, Instagram ochgan bola. O'sha ko'rsatuvdi.
Men havas qildim lekin o'sha joyi yo'q-ku. Oh, uni qaranglar. Tog'ani qara, tog'ani ahvolini qara. Uni qara. Ayada tapchika bilan qaqa katta ketasan. Aha. No, qaranglar. Yoy. Va kelyapti, qara, chaqiryapti. No Mendes. No Mendes. Qaranglar. Voy, obzorni qaranglar. Kay bo'lyapti. Xavi Alonso. Bu realniy o'zlari bor-ku, o'zlari videoga olishgan. Bu maket emas. O'zlari bular. Qaranglar. Chotki anaqa qilib qo'yishdi lekin rasmga oladigan. Turishni qaranglar. Kelyapti. Sana oldinga bormayman lekin. Sana oldinga bormayman. Mana brat. O'zimizni brat lekin. Voy. Gullar. Lekin soqqani tagida qolib ketishdi bular bori. Tog'alar soqqani tagida qolib ketishdi. Gullar. Turkiya, Anqara. Gap yo'q lekin. Jigar nomer 1san. Eng zo'ri sensan. Batta Mbappe yo'q ekan batta. Bu tomonda ekan. Men ikkalasida bir xilmi deb o'ylabman. Qaranglar. Mbappeni turishini qaranglar, bu rostdan bo'yi bor-ku, bu turishi bo'yi buni. Gap yo'q. Voy, молодцы. O'zala. Va nihoyat 8 soat deganda stadionga yetib keldik bor-ku. Stadioniga yetib keldik. Qanaqatdan ko'radi stadionni. Qaranglar. Voy. Stadion mana. Ko'ryapsizlarmi? Nima bo'lyapti? Stadionni qaranglar, chiroyliligini. Voy. Uni qaranglar. Stadiondagi nima? Senti, mo vedo di... Sorry? How I can go to stadium? Around the stadium? Yes. Yeah, thank you. Bu tomondan borasan deyapti. Stadionga kirasan. Maskich bor ekan Mahmudda qaranglar. Nomeri ham o'zbekcha nomer bo'lyapti. Maskichda. So'ray bor ekan. Bu tashqari tomon qaranglar, tashqari tomon ham. Lekin zo'r bu. Qaranglar. O'cha taraf. Bu yerda hokkey, bir narsa futboldan ham yutganlar bor ekan. Tashqari tarafga qiziqyapman men, bor-ku ko'pincha. Tashqari taraf zo'r ekanmi? Tashqari tarafni qaranglar. Tashqari taraf zo'r ekan, ajoyib-ku. Qaranglar. To'g'ri, ichkarida ko'rsa bo'ladi. Oxiri mana stadionga yetib keldim. 85 soat deganda yetib keldim. Bilmadim qatlardan o'tib keldim lekin yetib keldim deganlar. Qora ko'zlar qarab turishni qaranglar. Gazetga bosamiz. Berazanmi, urib tepib o'tib ketaman. Ketaverasiz. O'tib ketaman. Permiso.
Tog'im o'tadi hozir. Grexda biz. Ochib tur. So'ra. Ayt. Ularni joyida qaranglar. Real stadion. Madriddo stadion. Joyida qaranglar. Qatga o'tiraylik tog'alar. Bitta joyni tanlaylar, ashtiga o'tiramiz endi. Mana masjidlarga boramiz shekilli. Opa. Mana masjiddan bitta joy topib olsak, o'tiramiz. Bernabeu stadion 26. Masjidga ham o'tirib qo'yamiz. Voy. Maza qildik-ku, lekin hali kechki o'yin boshlanadi. Xudo xolasa, bugun 30-chi Real bilan Atletico'mi, otini bilmadim, Nasaf bilanmi, ular o'yini bor ekan. O'sha yoqqa kiramiz. Xudo xolasa. Lekin atmosferasiga men tam berdim bor-ku, vashchi yaratsa. Jinnixona bo'yotibdi atmosfera. Mog'oralar. Voy. O, tepalarda qarang. Tepalarda ham tribuna bor ekan, lekin tepalarda ham bor ekan. Biz o'z tapchamiz sal yirtilib qolgan, o'shani hisobiga sal anaqa bo'lyapti-yu. Lekin yirtilgan paypadi ham to'g'rilasa bo'ladi. Stadionga garochi keldik, maza qilib tomosha qildik, razm-pazmlarga tushdik. Kayf qildik, endi qaytamiz. Sekin bir pastga tushib, pastda bir atmosferasini ko'rib, keyin sekin qaytamiz xullas. Mana chiqishdan qaytib, garochi ketamiz. Real Madrid hali o'yini boshlanar ekan, 1-2 soatda agar ulgursak o'yiniga ham kiramiz tog'ala. Shunaqa gaplar. Real Madridning qissasini xullas masjidda tugatamiz. Mana olmayapman. Xudo xolasa tuzatib tursalaring jinni videolar endi bo'ladi. Bu prosta yakshanba kuni bir kayfiyat ko'targan edi. Anchadan beri o'zim bunaqa joylarga kelmadim. Ana bir sizlar uchun keldim, aylandim. Kim ashetlarga ko'rib, havas qilib, kelalmay niyat qilib qo'ygan bo'lsa, hamma niyatiga yetsin. Chunki men ham bir paytlar uyda dumbasini ushlab kayf qilib yurgan yosh bolalik paytim, mol boqib yurgan paytim shunaqa joylarga kelish meni hayolimga ham kelmagan. Xudoga shukr, mana keldik. Bu oson narsa. Yaxshi niyat qilsalaring, duoda yaxshi aktiv bo'lsalaring, hamma keladi. Xudo xolasa, niyat qilib qo'yganlar hamma kelmaslarni ko'rish nasib qilsin deganlar. Aloqada biz yana